Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yagona Alloh taologa hamdu sanolarimiz hamda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar hamda salomlar bo'lsin. Rabiul avval oyida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ko'plab durud va salovatlar hamda salomlar jo'natishimiz joiz hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini yana bir bor sizlar bilan o'rganamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning xonadonlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bobolari Hoshim ibn Abdumannof nomidan olingan Hoshimiylar sulolasiga mansubdirlar. Binobarin biz Hoshim va undan keyingilar hayotiga ham bir nazar tashlab o'tamiz. Birinchisi Hoshim. Banu Abdumannof bilan Banu Abduddor Baytullohga tegishli xizmatlarini o'zaro taqsimlab olishgach, Abdumannof tasarrufiga o'tgan Rafoda va Soqiyaga Hoshim egalik qiladigan bo'ldi. Qavmi orasida obro'-e'tibori kuchli va badavlat kishi bo'lgan Hoshim Makkada birinchi bo'lib hojilar uchun sarid tayyorlatdi. Sarid qaynatilgan go'sht suviga non bo'laklari solinib tayyorlanadigan ovqat turidir. Ana shu yegulikni tayyorlatish uchun nonni maydalanganini sabab Hoshim maydalovchi ismini olgan. Uning asl ismi Amr edi. Quraysh ichida mashhur bo'lgan qish va yoz safarini ham Hoshim joriy qilgan. Quraysh qishda Yamanga, yozda Shomga tijorat safariga chiqardi. Shomga tijorat safariga chiqqan Hoshim Madinaga kelgach, Bani Adi ibn Najjor qabilasidan Amr qizi Salmoga uylandi. Salmoning oldida biroz yashab, uni ota-onasining qaramog'ida qoldirib, o'zi Shomga yo'l oldi. O'shanda Salmo Abdumuttallibga homilador edi. Hoshim Falastinning G'azo degan yerida vafot etdi. 497-melodiy Salmoning ko'zi yorib, Abdumuttalib dunyoga keldi. Go'dakning boshida oq soch borligi uchun uni ismini Shayba, oqlik, keksalik deb qo'yishdi. Shayba Yasrib Madinada bobosi Amrning uyida tarbiya topdi. Shaybaning Makkadagi ota-urug'lari va u haqda hech narsa bilishmasdi. Hoshimning Shaybasi qo'shib hisoblanganda 4 o'g'il va 5 qizi bor edi. O'g'illari Asad, Abu Safi, Nazla va Shayba, Abdumuttallib. Qizlari Shifo, Xolida, Zaifa, Ruqiya va Janna. Ikkinchisi Abdulmuttallib. Siqoya ya'ni sajda, hojilarining sug'orish va Rafoda ya'ni hajda hojilarga ovqat berish. Hoshimdan keyin uning ukasi Muttolib ibn Abdumannof qo'liga o'tdi. Muttolib qavmni ichida juda katta obro'-e'tiborga ega bo'lib, odamlar uni ochiq ko'ngilligi uchun Fayyoz, to'lib toshgan deb nomlashardi. Hoshimning o'g'li Shayba Madinada ulg'ayib 7 yoki 8 yasharlik paytida, ya'ni o'sha paytni ob-havosi bilan balog'at yoshiga yetganida amakisi Muttolib uni borligidan xabar topdi. U akasining o'g'lini izlab Yasribga yo'lga otlandi va keyin uni shu yerdan topdi. Muttolib jiyani Shaybani ko'rganida ko'zlarida yosh bilan yig'lab uni bag'riga bosdi va tuyasiga o'tirgizdi. Shayba onasidan beruxsat Makkaga keta olmasligini aytdi. Muttolib keyin Salmoni oldiga borib, Shaybani Makkaga olib ketishga izn so'radi. Ona rozi bo'lmadi. Muttolib uning otasi Hoshimning mulkiga, Allohning Ka'basi harami sharafiga borishni so'raganda Salmo rozilik berdi.
Mutallib jiyani Shaybani tuyasining orqasiga o'tirgizib Makkaga olib kelganida odamlar bu Abdumutallib, ya'ni Mutallibning quli deyishdi. U aytdiki, hoy, g'am yutkurlar, axir bu akam Hoshimning o'g'li-ku, dedi. Shunday qilib Shayba Abdumutallib bo'lib Makkada yashab qoldi. Mutallib Yamandagi Radmon degan joyda vafot etdi. Uning o'rniga Abdumutallib o'tirdi. Otalari ishini davom ettirgan Abdumutallib sha'an sharafda barcha ajdodlaridan o'zib ketdi. Qavmi uni yaxshi ko'rar va juda hurmat qilardi. Mutallibning o'limidan keyin Nafal Abdumutallibning qo'lidagilarni kuch bilan tortib oldi. Abdumutallib amakisiga qarshi Qurayshdan yordam so'radi. Qurayshliklar, biz sen bilan amaking o'rtasiga tushmaymiz deyishdi. Abdumutallib Banu Najjorlik tog'alariga baytlar bitib, ulardan ko'mak so'radi. Uning tog'asi Abu Sad ibn Adi 80 ta suvori hamrohligida yo'lga chiqdi. Ular Abtohga yetib kelishganidan Abdumutallib peshvoz chiqib, otdan tushishga taklif qildi. Yo'q, dedi Banu Sad. Allohga qasamki, Nafal bilan ko'rishmagunimcha to'xtamayman. Abu Sad Nafalni Hijrda Quraysh urug'lari bilan o'tirgan yerda topdi va qilichini sug'urib shunday dedi. Ka'baning egasiga qasamki, tortib olganlaringni singlimning o'g'liga qaytarib bermasang, mana shu qilich bilan chopib tashlayman. Nafal qaytarib berdim, dedi va o'z so'ziga Quraysh ulug'larini guvoh qildi. Abu Sad Abdumutallibnikida 3 kun turdi. So'ng umra qilib Madinaga qaytib ketdi. Ana shu voqeadan keyin Nafal Abdushams ibn Abdumannof urug'i bilan Banu Hoshimga qarshi ittifoq tuzdi. Banu Najjorning Abdumutallibga yordam berganini ko'rgan Xuzoa, Abdumutallib sizlarga qanday farzand bo'lsa, bizlarga ham shunday farzand. Biz uning yonini olishga haqliroqmiz deyishdi. Chunki Abdumannofning onasi Xuzoadan edi. Shunday qilib, Xuzoa Donur Nadvaga kirdi va Abu Shams hamda Nafal urug'iga qarshi Banu Hoshim bilan ittifoq tuzdi. Aynan mana shu ittifoq keyinchalik Makka fathiga sabab bo'ldiki, bu haqda o'z o'rnida to'xtalib o'tamiz. Bir kuni Abdumutallib Ka'ba yonidagi Al-Hijr deb atalgan joyda uxlab yotganida tush ko'rdi. Tushida Zamzamning o'rnini ko'rsatildi va uni qazishga buyurildi. Qazishga kirishgan Abdumutallib u yerda Jumhur qabilasi Makkani tashlab chiqishlaridan oldin ko'mib ketgan narsalarni, ya'ni qilichlar, sovutlar va oltindan yasalgan 2 kiyikni topdi. Abdumutallib qilichlarni Ka'baning eshigiga ishlatdi, tilla kiyiklarni esa Ka'baning eshigiga qoplama qildirdi. Hojilarga Zamzam suvidan ulashishni yo'lga qo'ydi. Zamzam qudug'i qazilgach, Quraysh Abdumutallibga bizni ham sherik qilasan deb da'vo qildi. Abdumutallib bunday qilmayman, bu ish menga xos qilib berildi, dedi. Quraysh uni tinch qo'yavermaganidan keyin hammalari muhokama uchun Banu Sadning kohini huzuriga yo'l olishdi. U Shomda edi. Yo'lda borarkanlar suvlari tugab qoldi. Shunda Alloh taolo Abdumutallibni yomg'ir bilan siyladi. Qurayshga esa bir tomchi ham suv tushmadi. Ular buni Zamzamning faqat Abdumutallibga tegishli ekanini bildiruvchi alomat deb ko'rib, ortlariga qaytishdi. Ana shunda Abdumutallib Alloh menga 10 ta o'g'il bersa va ular meni himoya qiladigan yoshga yetsalar,
ularni birini Ka'ba oldida qurbonlik qilib so'yaman deb nazr qildi. Fil voqeasi. Najoshiyning Yamandagi noibi Habash Abraha ibn Sabboh arablarning Ka'baga haj qilishlarini ko'rib, Sanoda ulkan cherkov qurdi va arablarning hajini shu yerga ko'chirmoqchi bo'ldi. Bundan xabar topgan Banu Kinonalik bir kishi tunda cherkovga kirib, uni mehrobini najosat bilan bulg'ab ketdi. Ana shu ishdan keyin Abraha darg'azab bo'lib, 60 ming kishilik ulkan qo'shin bilan Ka'bani vayron qilishga otlandi. Uning o'zi eng katta filni tanlab olgandi. Abraha qo'shinida 913 ta fil bor edi. Abraha Mug'ammasga yetib kelgach, qo'shinni ko'zdan kechirdi, filini hozirladi va Makkaga kirishga shaylandi. Muzdalifa va Mina o'rtasidagi Muhassir yaydoq vodiysida fil cho'kkalab qoldi va Ka'ba tomon yurishdan bosh tortdi. Filni janub, shimol yoki sharqqa qaratsalar, u o'rnidan turib yurishga tushardi. Ka'baga burilganlarida esa cho'kib qolardi. Abrahaning odamlari fil bilan mashg'ul paytlarida Alloh taolo uning ustiga to'p-to'p qushlarni jo'natdi. Sopoldan bo'lgan toshlarni qushlar qo'shinga qarata otdi. Alloh taolo Abrahaning lashkarlarini chaynab tashlagan somon kabi qilib tashladi. Qaldirg'ochdek keladigan bu qushlarning har biri tumshug'ida bitta va panjalarida ikkita no'xatdek toshni ko'tarib olgan edilar. Kimga tosh kelib tushsa, o'sha kimsaning a'zolari uzilib, tusha halok bo'lardi. Tosh ularning hammasiga kelib tegmadi. Abrahaning qo'shini bir-birini bosib, yanchib qochishga tushdi. Ular yo'llarda qoldiqlarini qoldirib, har yerda jonsiz jasadlarini tashlab ketardilar. Alloh taolo Abrahaga shunday bir dard berdiki, bu dard tufayli uning barmoq uchlari uzilib tusha boshladi. Sanoga yetmaslaridan Abrahaning jussasi jo'jadek bo'lib qoldi. Oxiri ko'ksi yorilib, jon taslim qildi. Abrahaning qo'shinidan qo'rqib tog' tepalariga tarqalib ketgan, baland-baland joylarga chiqib olgan Quraysh lashkarlari yer bilan yakson bo'lgach, tinch omon o'z uylariga qaytib keldilar. Mazkur voqea Muharram oyida Nabiy sallallohu alayhi va sallam tavalludlaridan 50 yoki 55 kun oldin bo'lib o'tgandi. Bu milodiy 571-yilning fevral oyi oxirlariga yoki martning boshlariga to'g'ri keladi. Alloh taolo o'zining payg'ambariga va uyiga ana shunday marhamat ko'rsatdi. Baytul Maqsid atrofida musulmonlar yashasa-da, Alloh dushmanlari bo'lgan mushriklar u yerga bostirib kirishgach, miloddan avval 587-yilda Buxtanasir qo'shini va milodiy 70-yilda rumliklar Baytul Maqsidga bosib olishgan. Biroq Ka'baning atrofida mushriklar yashasa ham, o'sha paytning musulmonlari sanalmish nasorolarni Alloh taolo Ka'baga qo'ymadi. Mazkur voqea ovozasi o'sha kunlarga vaziyat e'tibori bilan ham olis-olislarga yetib borardi. Chunki Habashlarning rumliklar bilan aloqasi juda kuchli bo'lgani bois forslar ularning ko'z uzmay turishardi. Forslar uchun rumliklar va ularning ittifoqdoshlari boshiga tushgan har bir narsa muhim edi. Shuning uchun mazkur voqeadan keyin forslar tezda Yamanga yetib kelishdi. Aslida bu ikki kuchli davlat, Rum va Fors imperiyasi, o'sha paytda taraqqiy topgan dunyoning asosiy qismi sanalardi. Binobarin fil voqeasi butun olamni Baytullohning muqaddas va sharafli joy sifatida tanlanganligiga amin qildi.
Demak, hammaning ko'z o'ngida turgan ana shu Ka'ba ahlidan kimdir payg'ambarlik da'vosi bilan chiqsa, bu aynan fil voqeasi taqozo qilgan va iymon ahli bo'lgan nasoralarga qarshi arab mushriklarini uchun uni sababdan favqulodda ilohiy nusrat berilganiga izohlaydigan haqiqat bo'lar edi. Abdumuttalibning 10 ta o'g'li bo'lgan Horiz, Zubayr, Abu Tolib, Abdulloh, Hamza, Abu Lahab, G'aydoq, Muqavvim, Ziror va Abbos. Ba'zilari o'g'illar soni 11 ta deb Kusamni ham kiritishgan. O'g'illarini 13 ta deyuvchilar ham Abdul Ka'ba va Jahl ham qo'shishgan. Abdul Ka'ba deb Muqavvim, Hajl deb G'aydoqni aytilgan. Abdumuttalib Kusim ismli o'g'li bo'lmagan deyiladi. Qizlari 6 ta bo'lgan. Ummu Hakim, ya'ni Bayzo, Barra, Atika, Safiya, Arva va Umayya. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning otalari Abdulloh ibn Abdumuttalib, onalari Fatima bint Amr ibn Os ibn Imron ibn Mahzun ibn Yakzo ibn Murra edi. Abdulloh Abdumuttalibning eng yaxshi, pokiza va suyukli o'g'li edi. O'g'illarining soni 10 taga yetib, ularning himoyasiga tayanish mumkinligiga amin bo'lgach, Abdumuttalib o'g'illariga o'zining bir vaqtlar qilgan nazrini ma'lum qildi. O'g'illar otasining irodasiga bo'ysunishdi. Abdumuttalib o'g'illarining ismlarini Qur'a tashlaganlarida o'qlariga yozib Hubal xodimiga berdi. Qur'a tashlaganida Abdullohning nomi chiqdi. Abdumuttalib qo'liga o'tkir tig' olib Abdullohni yetaklab Ka'ba tomon yurdi. Ammo Abdullohning so'yilishiga Quraysh, xususan uning Banu Mahzumlik tog'alari va og'asi Abu Tolib qarshi chiqdi. Axir men nazr qilganman-ku, dedi Abdumuttalib. Ular Abdumuttalibga Arofa kohini ayol oldiga borishni maslahat berishdi. Abdumuttalib Arofatning huzuriga keldi. Kohin ayol unga Abdulloh va 10 ta tuyaga Qur'a tashlashni, agar Abdullohning nomi chiqsa, to Robbi rozi bo'ladiganga qadar tuyalar sonini 10 taga oshiraverishni maslahat berdi. Abdumuttalib qaytib kelib, Arafa o'rgatganidek ish tutdi. Biroq Qur'a har safar Abdullohga chiqardi. Ota har gal tuyalar soniga 10 ta tuya qo'shib, boshqatdan Qur'a tashlardi. Nihoyat tuyalarning soni 100 taga yetganida Qur'a Abdullohga emas, tuyalarga chiqdi. Abdumuttalibning o'g'li evaziga 100 ta tuya qurbonlik qilinganida ularni har bir inson va har bir hayvon man qilmaydigan go'sht sifatida tashlab ketdi. Diya, ya'ni xon puli shu paytgacha Qurayshda ham, boshqa arablarda ham 10 ta tuya edi. Abdulloh voqeasidan keyin xon puli 100 ta tuyaga chiqdi va islom ham buni o'z o'rnida qoldirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ismoil alayhissalom va otalari Abdullohni nazarda tutib, men 2 qurbonning o'g'liman deganlari rivoyat qilingan. Abdumuttalib o'g'li Abdullohga Omina binti Vahb ibn Abu Mannof ibn Zuhra ibn Kilobni kelin qilib tanladi. Otasi Banu Zuhraning hurmat ehtiromli sayyidi bo'lgan Omina Qurayshning nasl nasabda va fazil fazilatda eng oldi qizi edi. Abdulloh Omina bilan Makkada yashadi. Oradan bir oz vaqt o'tgach, Abdumuttalib Abdullohni xurmoni yig'ib jamlash uchun Madinaga jo'natdi.
Ba'zi ulamolar Abdulloh Shomga tijorat safariga chiqqan edi deyishadi. Quraysh karvoni bilan yo'lga chiqqan Abdulloh kasal holida Madinaga kirib keldi va shu yerda kasallik oqibatida vafot etdi. Uni Nobig'a Jadining hovlisiga dafn qilishdi. O'shanda Abdullohning yoshi 25 ta edi. Aksariyat tarixchi ulamolar Abdulloh vafot etganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali tug'ilmagan edilar deydi. Ba'zilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 2 oylik chaqaloq ekanliklarida otalari vafot etgan deb aytadi. Abdullohning vafoti haqidagi xabar Makkaga yetib kelganida Omina unga atab dillarni ezadigan she'rlar aytdi. Hayhot, Badho vodiylarida bugun undan yiroqlarda Ibn Hoshim Lahaddan joy topdi yurib firoqlarda. O'lim kelmish xitob aylab, olmish ketmish shitob aylab. Bormi uningdek bir yigit, kuyarman men soqoqlarda. Tunda tobutun do'stlari izdihomda uzatdilar. Kuzatdilar uni, ammo zikri qavmu qo'noqlarda. Abdulloh ibn Abdumuttalibdan bor yo'q qolgan narsa 5 ta tuya, bir qancha qo'ylar va Baraka ismli habashi joriya bo'ldi. Umma Ayman kunyasi bilan tanilgan bu ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga enagalik qildi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning dunyoga kelishlari. Payg'ambarlar ulug'i Muhammad sallallohu alayhi vasallam Kisro Anushirvon hukmronligida 40 yil to'lganida Fil hodisasining 1-yilida Rabiul Avval oyining 9-kuni dushanba tongida Makkada Bani Hoshim oilasida dunyoga keldi. Ulkan olim Muhammad Sulaymon Mansurfuriy aniqlashiga ko'ra, bu milodiy 571-yilning 20 yoki 22 apreliga to'g'ri keladi. Ibn Sa'd Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning onalari Ominaning quyidagi so'zlarini keltiradi. U tug'ilganida tushimda bir nur chiqib, Shom qasrlarini yorishtirib yubordi. Imom Ahmad ham Irbos ibn Sariyadan shunga o'xshash rivoyat aytganlar. Nubuvatdan darak beruvchi mo'jizalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan paytlarida ham ro'y berdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida hozirgi Eron davlatini shohi Kisro ko'shkining 14 ta ulkan ustini qulab tushgan majusiylar ibodatxonasida sig'inadigan 1000 yillik olov o'chib qolgan va sog' va qo'li bilan qurib qolgach uning atrofidagi kanisalar qulab tushgan. Tabari, Bahaqiy va boshqalar rivoyat qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida onalari Omina, bobolari Abdumuttalibga sevinchli xursandchilik xabarini jo'natdi. Nabirasini dunyoga kelganidan juda quvongan Abdumuttalib kelib go'dakni qo'liga olib Ka'baga olib kirdi. Allohga duo qilib shukronalar aytib, nabirasiga Muhammad deb ism qo'ydi. Arablar odatda bunday ism qo'yishmasdi. Abdumuttalib arablar odatiga ko'ra nabirasini 7-kuni xatna qildirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni onalaridan bir hafta keyin eng birinchi emizgan ayol Abu Lahabning cho'risi Suvayba bo'lgan. O'sha paytda uning Masruh ismli chaqalog'i bor edi. Suvayba ungacha Hamza ibn Abdumuttalibni va keyin Abu Salama ibn Abdul Asad Mahzuniyni emizgan edi. O'sha zamonda arablarda shunday odat bor edi.
Shaharda yashaydigan arablar yangi tug'ilgan bolalar sog'lom, baquvvat bo'lish uchun shahar kasalliklaridan salomat bo'lishi va toza arab tilini beshikdanoq tillari o'rganishi uchun bolalariga sayrohi ayollardan emizuvchilar qidirishardi. Abdumuttalib ham nabirasi yosh Muhammadga emizuvchi qidirdi. Uning nabirasini Banu Sad ibn Bakr qabilasidan Halima binti Abu Zubayb emizishga oldi. Halimaning eri ham mazkur qabiladan bo'lib, uning ismi Horis ibn Abdul Uzzo. Kunyasi esa Abul Kabsha edi. U zot payg'ambar bo'lib kelganda Quraysh mushriklari u zotni masxara qilib kulgan paytlarida bu Abu Kabshaning o'g'li nuqul osmondan olib gapiradi deyishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Banu Sad qabilasidagi emizikdoshlari Abdulloh ibn Horis, Anisa binti Horis va Huzofa yoki Juzoma binti Horis uning Shaymo degan laqabli ismidan ko'ra mashhur bo'lgan. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni va u kishining amakivachchalari Abu Sufyon ibn Horis ibn Abdumuttalibni katta qilgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning amakilari Hamza binti Abdumuttalib ham Banu Sadlik bir ayolga emizishga berilgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam emizuvchi onalari Halimaning qo'lida ekanliklarida Hamza roziyallohu anhuning Banu Sadlik onasi bir kuni Muhammad sollallohu alayhi vasallamni ham emizdi. Shu sababli Hamza roziyallohu anhu va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamlar ikki tomonlama Suvayba va Banu Sadlik ayol tomonidan suddosh hisoblanadi. Halima Muhammad sallallohu alayhi vasallamni tarbiya qilar ekan, bu muborak go'dakning barokati va sharofatiga ko'p bora guvoh bo'ldi. Keling, ana shu haqiqatni Halimaning o'zidan eshitaylik. Ibn Ishoq rivoyatida Halima shunday zikr qiladi: Men emizikli bolamni olib erimning hamrohligida Banu Sadlik ayollariga qo'shilib, emizishga bola olgani yo'lga chiqdim. O'sha yili qirg'oqchilik bo'lib bizning hech narsamiz qolmagandi. Men oqish eshagimni minib olgandim. Bizning bir qari tuyamiz ham bo'lgan edi. Uning yelini bo'sh edi. Go'daklarimiz ochlikdan chirqirishardi. Shu sababli tun bo'yi uxlay olmasdik. Ko'kragimda uni jim qiladigan, tuyamizda esa to'ydiradigan hech narsa yo'q edi. Biz yomg'ir yog'ib ahvolimiz o'nglanishini umid qilardik. O'sha eshagimda sekin yurib, holsizlik va ochlik sababli sheriklarimdan ham joniga tegib ketdim. Nihoyat Makka shahriga yetib keldik. Biz bilan kelgan har bir ayolga Abdumuttalib va Omina yosh Muhammadni emizishga olishni taklif qilishdi, ammo hamma bu bolani olishdan bosh tortdi, chunki u yetim bola edi. Biz asosan bolaning otasidan biror narsa undirishga umid qilardik. Bu bola o'zi bir yetim bo'lsa, uning onasi bilan bobosi nima ham qilib berardi deb uni olishni istamasdik. Men bilan kelgan hamma ayol emizishga bola oldi. Bitta o'zim qoldim. Qaytib ketmoqchi bo'lganimizda erimga shunday dedim: Allohga qasamki, sheriklarimning ichida yolg'iz o'zim bolasiz qaytishni istamayman. Endi borib o'sha yetim bolani olaman. U ham shunday qila qol. Ehtimol Alloh o'sha bolani bizga barokatli qilar dedi. Borib o'sha bolani emizishga oldim. Men faqat boshqa bola topa olmaganim uchungina shu ishga jazm qildim. Bolani olib narsalarimiz yoniga qaytdim. Uni bag'rimga olishim bilan mehri qo'zg'alib, ikki ko'kragimga to'lib sut keldi. So'l ko'kragimni og'ziga solgan edim, og'izlarini yumib emmay qo'ydilar. Ikkinchi o'ng ko'kragimni solganimda darhol ema boshlab,
to'ygunicha emdi. Keyin uning emikdoshi ham to'ygunicha emdi. So'ng har ikkisi uxlab qolishdi. Shu paytgacha bolamiz tufayli uxlayolmasdik. Erim tuyalarimizning oldiga borib uning yelini sutga to'lib turganini ko'rdi. U sut sog'ib keldi. Ikkalamiz ham sut ichdik. To'yib ichdik. Qonib tunni yaxshi o'tkazdik. Tong otgach erim dedi: "Bilginki, ey Halima, Allohga qasamki, sen bir muborak bolani olding. Men ham shunday deb umid qilaman." So'ng eshagimga minib bolani qo'limga olib yo'lga tushdim. Allohga qasamki, eshagim shunday yo'rg'alashga tushdiki, sheriklarimdan ham birortasining eshagi unday yura olmasdi. Hatto ular menga baqira boshlashdi: "Ey Halima, holingga voy bo'lgur, bizni ham kutib tur. Bu uyingdan minib chiqqan o'sha eshagingmi?" "Ha, o'sha" dedim. So'ng Banu Sad yerlariga, o'z uyimizga keldik. Men Alloh yerining biror qismi mana shu yer kabi qurib qaqshagan ekanini bilmayman. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Banu Sadga olib kelganimizdan keyin uylarimizda xayr va baraka to'lib toshdi. Dalalarga, qo'ylarimizga kech kirganda qorinlari to'yib, yelinlari sutga to'lib qaytib kelardi. Biz ularni sog'ib ichardik. Boshqa hech kim bir tomchi sut sog'masdi. Yelinlari sutga to'lib toshmasdi. Qavmdagilar o'z cho'ponlariga: "Ey g'am yutkurlar, sizlar ham Abu Zubaybning qizi cho'poni qo'ylarini boqadigan yerlarga haydasalaringchi" deb tayinlashardi. Baribir ularning qo'ylari och qaytib, bir tomchi ham sut bermas edi. Bizning qo'ylarimiz esa to'yib sutga to'lib toshib kelardi. Allohning shunday fazilati, barokatlari bilan 2 yil o'tdi. Men bolani sutdan ajratdim. U boshqa bolalarga o'xshamasdi. 2 yoshga to'lmasidan alomat bola bo'ldi. Bolani onasining oldiga olib keldik. Biz uning barokatini ko'rganimiz uchun uni o'zimizda olib qolishni istar edik. Onasi bilan gaplashib unga shunday dedim: "O'g'limni, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni katta bo'lgunga qadar bizda qoldirsangiz, men unga Makkaning vabosi tegishidan qo'rqyapman." Shundan keyin oxiri onasini ko'ndirdik va u bolani bizga berib yubordi. Shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Banu Sad qabilasida qoldilar. Yosh Muhammad sallallohu alayhi vasallam 4 yoki 5 yoshlarida Shoqqu Sodir voqeasi bo'ldi. Ya'ni farishtalar kelib, muborak ko'ksini yorib, undan shaytonning ulushini chiqarib tashlandi. Bu voqeani Imom Muslim bunday rivoyat qiladi. Anas roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bolalar bilan o'ynab yurganlarida Jabroil farishta kelib u kishini yerga yotqazdi va ko'kslarini yorib yuragini chiqarib oldi. Yurakdan bir quyuq qonni olib tashlab, "U shaytonni sizdagi ulushi edi. Endi shayton sizga yo'l topolmaydi" dedi. So'ng tilla tog'oradagi Zamzam suvi bilan yuraklarini yuvib, o'nglab, yaxshilab keyin joyiga yana qaytadan solib ko'kslarini tikishib qo'yib g'oyib bo'ldilar. Birga yurgan bolalar yugurib kirib, menga va otasiga qarab, "Muhammadni o'ldirishdi" deyishdi. Ular Nabiy sallallohu alayhi vasallamni qarshilaganlarida u zotning ranglari o'zgarib ketgan edi. Anas roziyallohu anhu aytadi: "Men u zotning ko'kslarida o'sha tikilgan ip izlarini ko'rar edim." Ana shu voqeadan keyin qo'rqib ketgan Halima bu muborak bolani onasiga olib borib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 6 yoshlarigacha onalarining bag'rlarida yashadilar.
Omina erining xotirasiga vafo qilib, Yasribga uning qabrini ziyorat qilish uchun otlandi. Makkadan taqriban 500 kilometrlik masofaga safar qilar ekan, uning yonida yetim o'g'li Muhammad sallallohu alayhi vasallam xodimasi Ummu Ayman va qarovchisi Abdumuttalib bor edi. Omina Yasribda 1 oy yashagach iziga qaytdi. Yo'lda kasalga chalinib, safarining boshlarida dardi og'irlashdi va Makka bilan Madina oralig'idagi Abvo degan joyda vafot etdi. Omina vafotidan keyin u zotni Ummu Ayman va Habashiya parvarish qila boshladi. Bobolari Abdumuttalib o'z tarbiyasiga oldi. Abdumuttalib nevarasini beqiyos yaxshi ko'rib, u zotga o'ta mehribon bo'ldi. U kishi nabirasining kelajakda ulug' inson bo'lishiga ishonar edi, nihoyatda e'zozlardi. Eski jarohatlari yana bir musibat bilan tirnalgan bu yetim nabiraga nisbatan Abdumuttalibning qalbi mehrga to'la edi. Binobarin, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hech qaysi farzandiga qilmagan mehribonliklarini qilardi. Yetim nabirasini kutilganidek yolg'izlikka tashlab qo'ymasdi. Hatto o'z bolalaridan ortiq ko'rardi. Ibn Hoshim yozadi: Ka'ba soyasida Abdumuttalib uchun to'shak to'shab qo'yilardi. Abdumuttalib chiqqunga qadar farzandlari to'shakni tevaragidan joy olar va otasining hurmati uchun hech biri to'shakka o'tirmas edi. O'sha paytda yoshgina bola bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelib to'shakka o'tirib olardilar. Amakilari payg'ambarimizni to'shakdan chetlashtirmoqchi bo'lishardi. Agar Abdumuttalib buni ko'rib qolsa, u o'g'limga tegmanglar. Allohga qasamki, u ulug' odam bo'ladi, der. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yoniga o'tirg'izib, yelkalarini silar va qilayotgan ishidan quvonar edi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 8 yil 2 oy va 10 kun o'tgach Abdumuttalib Makkada vafot etdi. Hayotdan ko'z yumar ekan Abdumuttalib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarashni Abdulloh ibn Abdumuttalibning tug'ishgan amakisi Abu Tolib ibn Abdumuttalibga vasiyat qilib ketdi. Yosh Muhammad otasi Abdullohning amakisi Abu Tolib o'z qaramog'iga oldi. Amaki xonadonida u kishi ham u zotga nisbatan o'zgacha hurmat va mehribonlik ko'rsatib, g'oyat g'amxo'r bo'ldi. Uni o'z bolalari qatoriga qo'shib, ulardan-da muqaddam qo'ydi. Abu Tolib kambag'al odam edi. Xonadoniga Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelishi bilan Alloh u kishini mol-mulkiga baraka berdi. Amakilarining qaramog'idagi paytlarida u zot qanoatda o'rnak bo'lib, odatda bolalari o'ynaydigan ma'nosiz o'yinlarga rag'bat qilmadilar. Enagilari Ummu Ayman rivoyat qiladiki, bolalar ovqat mahali talashib, tortishib yesa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odob axloq saqlab, o'ziga tekkan ulushga qanoat qilar edilar. Abu Tolib 40 yildan ziyodroq vaqt mobaynida Nabiy sallallohu alayhi vasallamni himoya qilib, yonlarida olib, payg'ambarimizni deb kimnidir do'st, kimnidir dushman tutib yashadi. Ibn Asokir Jamhula Ibn Urfutadan rivoyat qilinadi. Qurg'oqchilik yili Makkaga kelgan edim. Quraysh Abu Tolibga shunday dedi: Ey Abu Tolib, vodiylar qaqshab, bola chaqa suvsiz qoldi. Kel, yomg'ir tilagin. Abu Tolib bir bolani yetaklab keldi. Bamisoli quyoshdek bo'lgan bu boladan kuchli nur taralardi. Uning atrofida yosh bolalar bor edi. Abu Tolib bolani olib yelkasini Ka'baga kelib, qo'llarini bolaga cho'zdi. Osmonda bir parcha ham bulut yo'q edi. Birdan har yerdan bulut yig'ilib kelib, qattiq yomg'ir quydi. Vodiylar to'lib toshdi. Chor atrof ko'm-ko'k bo'ldi. Abu Tolib ana shu voqeaga ishora qilib, quyidagi baytni aytgan edi: Porloq yuzin vosita qilib, bulutlardan yomg'ir sururlar.
yetimlarning ayanchig'iyu bevalarning homiysi erur. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 12 yoshga kirganlarida ba'zilari 12 yosh, 12 oy va 12 kun bo'lgan deyishadi. Abu Tolib Shom yurtiga tijorat qilish uchun safarga chiqdi. Eng yaqin kishisidan ayrilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga og'ir ta'sir qildi. Ma'yuslanib qoldilar. Bundan Abu Tolibning ko'ngli erib, bolani birga olib ketishga qaror qildi. Ular Busroga yetib kelishdi. Busro Shom yerlaridagi Vahrovonning bosh shahri edi. O'sha paytlarda u rumliklar hukmi ostiga qarar edi. Arab yerlariga kiruvchi kasaba shahar sanalardi. Shom yurtiga qilingan safar u zotning dastlabki sayohatlari bo'lib, u yerda uzoq qolishmadi. O'sha shaharda Bahiro nomi bilan tanilgan Georgiy ismli rohib yashardi. Quraysh karvoni kelib qo'ngach, rohib ularning oldiga chiqdi. Bahiro avvallari ularning oldiga chiqmasdi. Karvon ahlini oralab, ular ichidan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi va u kishining qo'llaridan tutib, bu olamlarning sayyidi, uni Alloh olamlarga rahmat qilib jo'natadi dedi. Siz buni qayerdan bilasiz? So'rashdi. Sizlar tepalikdan oshganlaringizda barcha tosh va dov daraxtlar sajda qildi. Ular faqat payg'ambarlargagina sajda qilishadi. Men uni kuragi ostidagi nubuvat muhridan taniyman. Biz uni kitoblarimizdan o'qiganmiz. Bahiro karvon ahlini mehmon qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Shomdagi yahudiylar va rumliklar zarar yetkazishidan qo'rqib, Abu Tolibdan uni Shomga olib bormaslikni va orqaga qaytib ketishlikni tayinladi. Abu Tolib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni g'ulomlaridan biriga qo'shib Makkaga qaytarib yubordi. Ahli kitoblar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketmasdan oldin shu to'g'rida ko'p so'rashar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladi. Ya'ni qachonki ularga Alloh huzuridan o'zgalargagina narsani, Tavrotni tasdiq etuvchi kitob Qur'on kelganida, ilgari kofirlarga qarshi xuddi shu kitob vositasi bilan yordam so'rab yurar edilar. O'zlariga tanish zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelganda uni inkor etdilar. Kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin. Baqara surasi 89-oyat. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam 20 yoshga yetganlarida Quraysh va uning ittifoqdoshi bo'lgan Kinona qabilasi bilan Qays Aylon qabilasi o'rtasida suvqa uzoqda urush bo'lib o'tdi. U Fujor urushida u zot qatnashdi. Bu urushning sababi shuki, Xirodagi arablar podshosi Nomon ibn Munzir har yili Ukoz bozorida mollarini hammaga gapi, so'zi o'tadigan e'tiborli bir kishi himoyasi ostida jo'natar edi. Kunlarning birida Kinona qabilasidan bo'lmish Bazzor ibn Qays Nomon ibn Munzir bilan o'tirgan edi. O'ta zolim va yovuz bu kimsani qabiladoshlari oqsoqollikdan olib tashlagan edi. Ular bilan Urva ibn Utba Ar-Rahhol ham bor edi. Podsho, mening mollarimni kim Ukoz bozoriga yetkazib qo'yadi deb so'radi. Baros ibn Qays, men mollaringni Kinona qabilasidan o'tkazib beraman dedi. Podsho, mollarimni boshqadan ham asray oladigan odam bormi deyapman dedi. Urva gapga aralashib, ey qoyil, allaqanday qo'yilgan it mollaringni asray olarmidi? Mollaringni Najd va Tihoma ahlidan men o'tkazib beraman dedi. Baros ibn Qays, ey Urva, Kinona qabilasidan ham o'tkazib bera olasanmi deb so'radi. Urva, barcha insonlardan asray olaman dedi. Baros undan o'ch olishni qalbiga tugib qo'ydi.
Urva tijorat bilan yo'lga chiqqanida qulay fursat topib uni o'ldirdi va qabilasi Kinonaga odam jo'natib, Urvaning qabilasi Qays hujumidan ogohlantirdi. Bu noxush xabarni eshitgan Qays qabilasi o'ch olish uchun tezda otlanib Naxlaga yetib keldi va Quraysh bilan Kinona qabilasiga hujum qildi. O'rtada shiddatli va qonli to'qnashuv sodir bo'ldi. Qays qabilasining hujumi shiddati tus olib, jang avjiga chiqqanida Quraysh haramga chekindi. Ularning orasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bor edilar. Qaysliklar raqiblariga biz albatta Urvaning qasosini olamiz va uning qonidan kechmaymiz. Kelasi yili Ukozda yana jang qilamiz deb tahdid solishdi va o'z diyorlariga qaytib ketdilar. Bir yil o'tgandan keyin Qays butun kuchlarini yig'di. Saqif bilan yana bir necha qabila ularga qo'shildi. Quraysh ham Kinonadan tashqari Makkaning janubidagi o'z ittifoqchilarini to'pladi. Hoshim avlodlarining raisi Zubayr ibn Abdumuttalib bo'lib, aka-ukalari Abu Tolib, Hamza, Abbos hamda ya'ni jiyani Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan birga edilar. Umayya urug'iga mansub Xabar va Umayya yoshi va mavqei e'tiboridan Quraysh qabilasining bosh qo'mondoni hisoblanardi. Bu qabiladagi har bir urug'ning o'z boshliqlari bo'lar edi. Ikki tomondan yuzma-yuz kelib shiddatli jang bo'ldi va arablar tarixida misli ko'rilmagan qirg'inbarot urush sifatida qoldi. Muqaddas Ka'baning hurmati oyoqosti qilingani uchun u qirg'in firojlik urush deb ataldi. Qays qabilasining omadi chopmadi. Uning ittifoqdoshlari birin-ketin mag'lubiyatga uchray boshladi. Shunda tadbirli bir odam o'rtaga chiqib, ikki tomonni qancha talofat ko'rganini hisoblab, kim ko'p odam yo'qotgan bo'lsa, g'olib tomon o'lganlarga tovon to'lashi lozimligini aytib, sulhga chaqirdi. Qays qabilasi ko'p talofat ko'rgani uchun Qurayshliklar tovon to'laydigan bo'ldi. Xabr va Umayya to'lashga mas'ul etib tayinlandi. Tovon to'lanib bo'lguncha o'g'li Abu Sufyonni Qays qabilasiga garovga berib qo'ydi. Juda ko'p begunoh odamlarning yostig'i quritilgan bu maqsadsiz urush shu zaylda barham topdi. Islom nuri tarqala boshlagach, Alloh arablarning qalbini do'stlik, birodarlikka moyil qildi. Nohaq qon to'kishlar to'xtadi. Qurayshliklar Fijor urushidan keyin Zulqada oyida Zuhul xayrli bir ittifoq tuzildi. Bu bitimni tuzish uchun yig'ilishdi. Yig'ilish Quraysh boshliqlaridan biri Abdullah ibn Jud'on Taminiyning hovlisida tashkil etildi. Bu ishda Abdumannofning ikki o'g'li bo'lmish Hoshim va Muttalib avlodi Asad ibn Abdulluzzo, Zuhro ibn Kilob avlodi va Taym ibn Murra avlodi ittifoqchi bo'ldilar. Ular bitim tuzib, Makkaliklardan yoki musofirlardan birortasi Makkada biror kishi zulmga uchrasa unga yordam berib, haqqini o'z egasiga olib berishga ahd qilishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham amakilari bilan ushbu bitimda ishtirok etdilar. U zot payg'ambarlik sharafiga erishgach, amakilari bilan birga Abdulloh ibn Juddon qabilasida tuzilgan ittifoqqa kirganim menga qimmatbaho qizil tuyalardan ham a'loroq ko'rinadi. Agarda hozir islom kelgan vaqtda ham birov shunday ishga da'vat etsa, sira ikkilanmay qabul qilardim deganlar. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odamlarga go'zal xulq atvorlarini mukammal qilish uchun yuborilgan edilar. Islom shu kabi ko'plab ittifoqlarni tasdiqladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning men go'zal xulqlarni kamoliga yetkazish uchun yuborilganman deganlar.
Rivoyatlarda aytilishicha, Muhammad sallallohu alayhi vasallam yoshlari ulg'aygandan keyin Soib ibn Abus, Soib Mahzumiy roziyallohu anhu bilan birga tijorat qildilar. Bu odam halol, to'g'ri, sherik bo'lgan edi. Makka fath kuni Soib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlariga kelganlarida u chiroyli kutib oldilar va marhabo, birodarim va sherigim deb salomlashdilar. Hadicha roziyallohu anhuning tijorat ishlari bilan ish haqqi evaziga Shom o'lkasiga boradilar. Hadicha roziyallohu anhu u zotga turmushga chiqqanlaridan so'ng uning savdo borasidagi ishlarini yengillashdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham o'z mehnatlari samarasidan kun kechirar edilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Ya'ni, yana sizni gumroh, g'ofil holda topib, to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'ymadimi? Sizni kambag'al holda topib, Hadichaga uylanishingiz tufayli boy qilib qo'ymadimi? Zuho surasi 7-8 oyatlar. Shuningdek, Shuro surasining 52 oyatida, ya'ni, ey Muhammad, shunday qilib amrimiz bilan sizga ruhni, Qur'onni vahiy qildik. Siz bundan oldin va kitobni, Qur'onni va na iymonni mohiyatini biluvchi edingiz, lekin biz sizni Qur'onni shunday nur qildikki, u bilan bandalarimizdan biz xohlagan kishilarni hidoyat qilurmiz, deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Shom yurtiga ikkinchi safarlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 25 yoshga kirganlarida Shom yurtiga ikkinchi marta safarga chiqdilar. Asad qabilasidan bo'lmish Hadicha binti Huvaylid, Asad qizi boy va obro' e'tiborli savdogar xotinlardan edi. U o'z tijorati uchun sheriklik asosida odamlarni savdoni yuritish uchun yollar edi. Makkada Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning rostgo'y va omonatdorliklari hamda go'zal xulq sohibi ekanliklari qabiladoshlari u zotni amin, ishonchli deb nomlanishlarini bilgach, Hadicha u zotni ishga yollab, evaziga boshqalardan ko'ra ko'proq haq to'lashni taklif etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning taklifiga rozi bo'ldilar. Hadichaning sodiq xizmatkorlari Maysara Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lib, Shom mamlakatiga birga safar qildi. Ular u yerda mollarini sotdilar, yana mollar sotib olib qaytib keldilar. Ushbu savdo-sotiq juda katta foyda keltirdi. Ularning ishlari o'ngidan kelib, ko'p baraka yog'ilib turdi. Ushbu safar davomida Maysarada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan hurmat, e'tibor ortdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Shomdan Makkaga qaytib keldilar. Molida avvallari ko'rilmagan omonatdorlik va barakaning guvohi bo'lgan g'uloma Maysaradan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ajib sadoqatlari, karim xislatlari, o'tkir fikrlari, rost so'zlashlari va halol ish yuritishlari haqida eshitgan Hadicha binti Huvaylid roziyallohu anhu ko'ngillaridek odamni uchratganiga amin bo'ldilar. Ko'p said va ulug' kishilar Hadicha roziyallohu anhuga uylanishga orzumand bo'lsalar-da, ayol ularga rozilik bermay kelardi. Hadicha roziyallohu anhu yuragidagi gapni dugonasi Nafisa binti Munabbihga so'zlab berdi. Nafisa esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, u kishiga Hadicha roziyallohu anhuga uylanishlari haqida gap ochdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam rozilik berdilar va amakilariga yetkazdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amakisi Abu Talib bilan Hadichaning amakisi Amr ibn Asadnikiga sovchi bo'lib borishdi. U kishi sovchilarga rozilik berishdi. Shu kuni Abu Talib kelin-kuyovni nikoh qilib, ularga quyidagicha xutba o'qidi. Bizni Ibrohim zurriyoti, Ismoil avlodi, Ma'ad va Muzora nasli qilib yaratganiga, Baytullohga qarovchi,
muqaddas dargohga boshqaruvchi qilgan va biz uchun uni muqaddas maskan qilib, bizni kishilarga rahbar qilganiga Parvardigorga hamd va sanolar bo'lsin. So'ng yana aytamanki, jiyanim Muhammad ibn Abdullohga biror kimsa sharafda, oliyjanoblikda, aql fazilatda, odob axloqda, sabr bardoshda tenglasha olmaydi. To'g'ri, uning mol dunyosi ko'p emas, biroq boylik o'tkinchi soya, o'zgaruvchan holat va egasiga qaytariladigan omonatdir. Allohga qasamki, bundan keyin uni buyuk xabar va ulug'vor ishlar kutmoqda. Hadicha roziyallohu anhuning mahriga 20 ta yosh urg'ochi tuya berdilar. O'shanda Hadicha roziyallohu anhuning yoshi 40 da bo'lib, qavmning eng oqila, nasl nasabli va boy ayoli edi. Hadicha binti Huvaylid Muhammad sallallohu alayhi va sallamning birinchi uylangan ayollaridir. U vafot etgunga qadar Nabiy sallallohu alayhi va sallam boshqa ayolga uylanmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ibrohimdan boshqa barcha farzandlari Hadicha roziyallohu anhudan tug'ilgan. Qosim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning to'ng'ichi edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ana shu o'g'illari nomi bilan Abdul Qosim deb kunya olganlar. Qosimdan keyin Zaynab, Ruqiya, Ummu Kulsum, Fatima va Abdullohlar dunyoga kelishdi. Abdullohni Toyib va Tohir deb atashardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'g'illari go'dakliklarida vafot etib ketishgan. Qizlari esa islomgacha yashab, islom dinini qabul qilib, hijrat ham qilishgan. Kichik qizlari Fatima roziyallohu anhudan boshqa barchalari Nabiy sallallohu alayhi va sallam hayotliklarida vafot etganlar. Fatima roziyallohu anhu payg'ambarimizdan keyin 6 oy yashab vafot etgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam 35 yoshga yetganlarida Makkaga kuchli sel kelib, Baytul Haramgacha kirgan edi. Shu bois Ka'ba qulay deb qolgan edi. Ka'baning bir necha yil muqaddam yuz bergan yong'indan shikastlangan devorlari buzilib, vayron holga keldi. Quraysh Ka'bani qaytadan qurishga kirishdi. Shu paytgacha Ka'ba odam bo'yidan balandroq qilib toshlardan tiklangan. Ismoil alayhissalom zamonidan buyon balandligi 9 ziro edi. Ka'baning tomi yo'q edi. O'g'rilar Ka'ba ichidagi xazinasini o'g'irlab ham ketishdi. Shuningdek, uzoq yillardan buyon turganidan turli hodisalar uning binoni ancha to'kib qo'ygan. Devorlariga yoriqlar tushgan edi. Ka'baning qadrini yaxshi bilgan Quraysh endi uni buzib, yangitdan qurishga majbur edi. Ular Ka'ba qurilishiga faqat halol mollardan ajratib berishga qattiq shart qilindi. O'g'irlikdan, poradan, qimordan, fohishalikdan, ribodan hamda birovga zulm qilib topilgan mablag'dan har turli buzg'unchiliklardan topgan mollarni qo'shmaslikka va'da qildilar. Quraysh Ka'bani buzishdan qo'rqardi. Qabilalar hashariga to'plangan bo'lishiga qaramay, baytni buzishga jur'at etolmadilar. Uni buzib tashlashga ich-ichlaridan hadiksirashar edi. Valid ibn Mughira yig'ilganlarga yuzlanib, Ka'bani buzishdan maqsad tuzatishimizmi yoki vayron qilishmi deb so'radi. Yig'ilganlar haloyiq tuzatish deb javob berdi. Alloh tuzatuvchilarni halok qilmaydi dedi va devorlarni buzishga kirishib ketdi. Validga hech narsa qilmaganini ko'rgach, ertasiga boshqalar ham unga ergashishdi. Navbat Ibrohim alayhissalom qo'ygan devorga yetganda u joyni turli hikmatli so'zlar zabt etilgan laganlar chiqdi. Mashhur inshootlardan poydevorini qurgan qadimliklardan kelgusi avlodlarga esdalik sifatida yodgorlik qolishi umidi bor edi. So'ng Ka'bani qayta qurish boshlandi. Quraysh Ka'bani qismlarga bo'lib olib, har bir urug' o'ziga tegishli bo'lgan qismni qurish uchun alohida toshlar to'plab, devor tiklashga kirishdilar. Ka'baning qurilishiga Boqum ismli rumlik usta rahbarlik qildi.
Qabila oqsoqollari ham toshlarni yelkalarida tashishar. Ular orasida Abbos ibn Abdumuttalib va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamlar ham bor edilar. Qurilishga boshchilik qilayotgan Boqim ismli rumlik usta Ka'baning har bir burchagiga katta bir guruhni tosh tashishga tayinladi. Afsuski, bu qurilishda halol yo'l bilan topilgan pul yetmay qoldi. Shu sabab Hijr harami sharifning Baytulloh shimoliy g'arbiy tarafidagi ma'lum qismi qurilishdan chiqarib tashlandi. Past devor tiklandi. Ka'badan ekanligi bildiruvchi belgi bo'ldi. Ka'baning balandligi 18 gaz bo'lib, ilgarisidan 9 gaz baland edi. Ka'ba eshigi yerdan ancha yuqoriga o'rnatildi. Unga faqat zina orqali chiqiladigan bo'ldi. Hajarul Aswadni o'z joyiga qo'yishmoqchi bo'lganlarida qabila oqsoqollari o'rtasida toshni kim qo'yishi kerakligi xususida tortishuv yuzaga keldi. Ular bu borada o'zaro tortishib ketishdi va hatto oralarida urush olovi alangalanishga bir bahya qoldi. Bu tortishuv 4 kecha davom etdi. Nihoyat Xolid ibn Validning amakisi Qurayshning eng yosh ulug'i Abu Umayya ibn Mughira Maxzumiy janjallashayotganlarga shunday dedi: "Ey haloyiq, tortishni bas qiling. O'zingiz qaroriga rozi bo'ladigan kimsani o'rningizga hakam qilib tayinlang" dedi. Ular eshikdan birinchi bo'lib kirgan kishini hukmiga itoat etishga rozilik berishdi. Eshikdan birinchi bo'lib kirgan zot rostgo'y va ishonchli Muhammad sallallohu alayhi vasallam edilar. Ularning barchalari omonatdor va to'g'ri so'z bo'lgan bu zotni ko'rib o'zaro qilgan qarorlaridan ko'ngillari to'ldi. "Bu biz istagan ishonchli kishi Muhammad-ku" dedilar. Chunki ular o'zaro tortishib, bahslashib qolganlarida u kishiga murojaat qilishar edi. U zotga tortishuv sababini yetkazishganda ridodan yerga qo'yib, har bir qabila kiyimning bir chetidan tutsin dedilar. So'ngra toshni unga solib, o'z joyiga qadar ko'tarib borishni buyurdilar va toshni o'zlari olib o'rniga qo'ydilar. Shu tariqa ko'p hollarda arablar orasida dahshatli urushlar tarqalishiga sabab bo'lgan voqealarga o'xshab ketadigan bu muammo o'z yechimini topdi. Alloh taolo Abu Umayya singari yaxshilikka undovchi, oqil va barcha rozi qiladigan qarorlarni qabul qiluvchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kabi donishmandlar bilan ularning ishlarini o'ngladi. Sir emaski, Quraysh ahlining o'zaro raqobat qilishlariga sabab barcha arablarning qiblagohi va ularning haj qiladigan Ka'balari edi. Zero uning bunyod etilishiga qaratilgan har bir ish shon-shavkat, hukmronlik olib kelardi. Ka'ba ibodat uchun qurilgan Alloh taoloning birinchi uyi sanaladi. Jumladan Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: ya'ni albatta, odamlar ibodati uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va olamlar uchun hidoyat manbai bo'lmish Ka'badir deyiladi. Oli Imron surasi 96-oyat. Ka'baga Ismoil avlodidan keyin Jumhur qabilasi egalik qildi. Ular Makkaga kelgan kishilarga jabru zulm yetkazishganda Xuzoa qabilasi birlashib zo'ravonlarni muqaddas dargohdan quvib chiqardi va uzoq yillargacha Ka'baga ular ega bo'ldilar. So'ng ulardan keyin Kusay ibn Kilob zamoniga kelib Baytulloh Qurayshliklar qo'liga o'tdi. Yurtda tinchlik va osoyishtalik o'rnatildi, chunki boshqa arab qabilalari Qurayshliklardan hayiqishardi. Ta'qibga uchraganlar uchun Ka'ba ishonchli boshpanaga aylandi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Qurayshliklarga bergan ne'matini eslatib, ya'ni ular o'zlarining atroflaridagi odamlar qirg'inga uchrab turgan bir paytda biz Makkani osoyishta haram qilib qo'yganimizni ko'rmadilaringmi deb xitob qiladi.
Qayta qurilgandan keyin Ka'ba 4 burchak shaklida bo'lib, balandligi taxminan 15 metr. Hajarul Asvad turgan tomon bilan unga qarshi tomonning uzunligi 10 metr. Qora tosh tavof qilinayotgan yerdan 1,5 metr balandlikda edi. Ka'ba eshigi o'rnatilgan tomon bilan uning qarshisi 12 metr. Eshikning yerdan balandligi 2 metr edi. Uni tashqaridan pastroq devor o'rab turib, o'rtacha balandligi 25 sm, kenglikda esa 30 sm edi. Shozirvon deb ataluvchi bu qism ham Baytul Haromda bo'lsa-da, Quraysh uni chiqarib tashlagandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z davrlaridagi eng yaxshi xislatlarni jamlab ulg'aydilar. O'tkir fikrli, to'g'ri nazarli, bu inson zaki, tafakkur, vosita va maqsadni to'g'riligi borasida ko'p nasabdor edilar. U zotning uzoq sukut qilishlari, ta'ammul va tafakkur yuritib, haqiqatning aslini topishlari uchun xizmat qilardi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlarining oqilliklari va toza tabiatlari bilan hayot sahifalari, insonlarning ishlari, holatlarini mutolaa qilib, o'zga xurofatlardan yiroq yurganlar. Odamlar orasida o'zlarini ham, o'zgalarni ham kuzatib yashar edilar. Ularning yaxshi ishlariga sherik bo'lardilar, yomon ishlaridan uzoq turardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xamir ichmasdilar. But sanamlarga atab so'yilgan jonliqlar go'shtidan yemasdilar. Sanamlarga atalgan marosim va tantanalarda ishtirok etmasdilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam yoshliklaridan bu botil ma'budlarni yomon ko'rib, ulardan qattiq nafrat qilganlar. Soxta ma'budlarni juda yomon ko'rardilar. Shu bois Lot va Uzzo nomiga ichilgan qasamni eshitishga toqatlari yo'q edi. Hech shubhasiz Allohning belgilagan taqdiri ham Nabiy sallallohu alayhi vasallam ana shunday yomonliklardan to'sardi. Imom Buxoriy Jobir ibn Abdulloh raziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Ka'ba qurilayotganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Abbos tosh tashirdi. Izorlaringizni bo'yningizga tashlab oling, toshning botishidan saqlaydi, dedi Abbos Nabiy sallallohu alayhi vasallamga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlarida yerga yiqildilar va ko'zlari osmonga qarab qoldi. So'ng o'zlariga kelib, izorim, izorim dedilar va izorlarini mahkamlab taqib oldilar. Yana bir rivoyatda shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning avratlari ko'rilmagani aytilgan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Qurayshning ichida o'zining mustahkam sadoqatlari, go'zal xulqlari va mukarram sifatlari bilan ajralib turganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qavmning eng muruvvatli, chiroyli xulqli, ko'p izzatli, halim, rostgo'y, aziz, muloyim, pokiza, karim, saxovatli, solih, vafodor va omonatdor kishisi edi. Shuning uchun qavmi u kishini amin deb atardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xadija roziyallohu anhu aytganlaridek, yiqilganlarni suyadigan, yo'qning holidan xabar oladigan, mehmonni izzat ikrom qiladigan, musibatlanganlarga yordam beradigan bag'ri keng inson bo'lganlar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z qavmining eng go'zal, axloqlisi, fahsh va insonlarga nopok ishlardan eng yirog'i, odamlarga xizmat qilish borasida eng afzal namuna edilar. Shuningdek, xushmuomalali, tabiati halim, yumshoq, rostgo'y, eng omonatdor zot bo'lib, odamlar u zotni amin deb nomlar edi. Alloh taolo u zotga muloyimlik, sabrlilik, shukronalik, odillik, kamtarlik, iffat, saxiylik, shijoat, hayo kabi go'zal xislatlarni mujassam qilgandi. Bunga hattoki u zotning ashaddiy dushmanlari ham guvohlik berishgan. Darhaqiqat,
Abduddor qabilasidan bo'lgan Nazr ibn Xoris shunday deb aytgan edi: sizlar Nazr ibn Xoris bu so'zni haj mavsumida Qurayshliklarga aytgan. Muhammad yosh, bolalik chog'ida juda xursand edinglar. U sizlarni orangizda eng rostgo'y, eng ishonchli kishi edi. Qachonki uning sochi oqarib huzuringizga islom dinini olib kelganida sizlar uni sehrgar dedingiz. Yo'q, Allohga qasamki u sehrgar emas. Rum podshosi Hiraql Qaysar Abu Sufyondan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida so'rab dedi: sizlar uni payg'ambarlik da'vosini qilishidan oldin yolg'onchilikda ayblaganmisizlar? U yo'q deb javob qaytargan. Muhammad sollallohu alayhi vasallam yolg'on so'zlab odamlarni aldamagan ekan. Demak, u Xudoga ham yolg'onchilik qilishi mumkin emas, dedi Hiraql. Ushbu rivoyat Imom Buxoriy rahmatullohi alayh sahih to'plamda avvalgida keltirib o'tilgan. Alloh taolo u zot sollallohu alayhi vasallamni bolalik paytidan boshlab jahiliyat davrining barcha amallaridan himoya qildi. Chunki jahiliyat amallari u zotning sharafiga zid edi. Butlarni juda yomon ko'rardi. Butparastlarning marosimi va bayramlariga hech ham qatnashmas edilar. O'smirlik paytlaridanoq but sanamlarni va bema'ni she'rlarni yomon ko'rardim. Jahiliyat davrining ishlarini faqat 2 marta ko'nglim tusadi, lekin har ikkalasida ham Alloh taolo o'ylaganimni ro'yobga chiqarmadi. Shundan keyin Alloh taolo meni payg'ambarlik musharraf bo'lgunga qadar bunday narsalarni xayolimga ham keltgani yo'q. Bir kuni kechasi birga qo'y boqqandigan cho'pon bolaga qo'ylarimni qaratib turishni iltimos qilib, Makkadagi yoshlarni tungi saylida qatnashmoqchi bo'ldim. Shaharga kirib to'y bo'layotgan bir xonadonning oldida to'xtab qoldim. Nay, childirma, qo'shiq ovoziga quloq tutdim. Ammo o'tirar-o'tirmas quloqlarim kuy qo'shiqdan rohatlanib ulgurmay uyqu bosib ko'zim ilinibdi. Ertalab yuzimga tushgan quyoshning issiq nuridan uyg'onib ketdim. Ko'zlagan maqsadimga yetolmay izimga qaytdim. Ikkinchi safar ham shu hol takrorlandi, deb hikoya qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklar qurbonlik molini qonini oqizib ibodat qiladigan tosh nusubga atab so'yilgan molning go'shtini tanovul qilmas edilar. O'sha paytda mast qiluvchi ichimliklarni ichish arablarda keng tarqalgan bo'lsa-da, u kishi bu illatdan hamisha o'zlarini tiyganlar. Bularning barchasi payg'ambarlar vahiyni qabul qilishga to'la tayyor bo'lishlari uchun Parvardigor ziynatlangan fazilatlardan edi. Shunga ko'ra, ular payg'ambar bo'lishidan oldin ham, keyin ham har qanday gunohlardan xoli va pok edilar. Payg'ambarlikdan oldin o'zlariga yuklatilgan buyuk ishga munosib, undan keyin esa ummatlarga ibrat bo'ladigan peshvo inson bo'lib yetishdilar. U zotga Allohning eng ko'p salovatlari hamda eng to'kis salomlari bo'lsin. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak siyratlari haqida, ya'ni Ar-Rahiqul Maktum kitobini o'qimoqdamiz. Bizni tinglashda davom eting va bizni kuzatib boring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlari to'g'risidagi kitobni o'qishda davom etamiz. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh.